Nurg'un do'stlarimizning kuchli talabi bilan oldimizda Eid bayramlar kelib turibdi. Bu sangizni cheshildirib ham yeyish qilish usulini o'rgatib qo'ysangiz deganligi uchun buni qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir liqatim ko'rsangiz chiqib o'rganalaysiz, ham so'ginish boshlab ketdi. Avval xemir jig'irimiz sizlarga jiboda faoliyat qilib berayotgan mavi xemir jig'irish mashinasiga 3 qacha atrofida un to'kib, orqadan bir qo'shiq tuz va bir qacha pishiq may to'kimiz. Mening ishlatganim bo'lsa, Al-Nurining tunji siqim 1-darajalik zarangiz mayi. Muvofiq miqdorda qarakunjut va bir qacha atrofida suv to'kimiz yoki manga o'xshash kebab uchun suv qo'ysak bo'ladi. Xemirning ching bo'shlig'ini, lag'manning xemirini sallat ching jig'irimiz do'stlar. Mana xemirim tayyor bo'ldi. Haraz balki men qo'llarga qarablar mening qo'lim emasligini his qilib qo'linglarga urib tuqqanlar. Bu dal anam qilayotgan sangiz do'stlar men qilmadim. Gapimiz qaytib kelsak, xemirimizni o'tirdan ishga qilib olib, ham muvofiq miqdorda bilib olamiz. Bilib olgan xemirimiz bo'lsa, suratdagidek mana shunday zo'li tutib, mana shunday chiroyli tizib olgandan keyin ustini yengil miqdorda mayli etib, başım maddi yoga 5 minut atrofida tindirib olamiz. Biz bu vaqtda may tushib olayli. Mening ishlatganim yalla Al-Nurining tuvan besem, tuvan temperatura ishlab chiqargan 1-darajalik kichmeyi. Xemirning vaqti to'shqanda o'tirdan echib, yana yengil holat pilt qilib, buni yana 5 minut tindirib olgandan keyin mana suratdagidek nihoyat tekshi holatda inchki pilt qilib echib olib, qo'limizning alqiniga nihoyat chiroyli yo'yib olamiz. Arliq ko'rib mesha ketsa do'stlar, anamning ajrigim bo'lsa, yaxshi yurakdan birini besib qo'llab qo'ysanglar rahmat. May 70% qizg'anda sangizini silib, oldikayni normal sarg'aytib, suratdagidek men mushalat kelgandan keyin siz bilib olsak bo'ldi. Oxirida sangizni chiroyli tizib olgandan keyin sangizning texnik ko'rkam va tatbiq chiqish uchun ustiga nihoyat kuchli izib olgan qanday sipitiplar iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy. Hamz men izchil qo'llab, yuraklarni besib qo'llab kelayotgan urutqanlar ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ishlaringlar o'ng'ishli, tininglar salomat bo'lsin. Kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.